Bularlar Star kanaliga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga mana shunaqa laklinkalarni qo'yib turishga, aniq idishcha yasashni o'rgataman. Hozir birinchimizga ikkita lis 18 lik kerak. 18 yongan, ingan, bo'ygan qilasizlar. Mana bitta chiziqlar qilganman, yasaganman. Endi men sizlarga buzib yana ko'rsatmoqchiman. Birinchi o'rinda mana shu birinchi etapga bitta lis olasizlar. Buni ikkiga qayrasizlar. Keyin o'sha ikkiga qayirgandan yana qayirib turib, endi ochasizlar buni. Keyin mana shunday bir tomon qayirasizlar. Yana bir tomon. Ikki tomon qayriladi. Mana. Ikki tomon qayrilgandan keyin bu taraf ikkita tomonni ochasizlar-da. Mana shu yerda xohlagandek bezatib olasizlar. Hozir men bezatib olaman. Mana hozir bezatib oldik. Endi buni mana shunday yana qayirib turib o'z holiga qaytarib olamiz. Keyin buni mana shunday qayiramiz-da. Chapachasini ochamiz. To'xtanglar, mana uni ko'rsatish esimdan chiqdi. Mana shunday qayirib olasizlar. Mana shunday qilib. Endi buni ochasizlar-da, chapachasini qilasizlar. Keyin mana yerda bir tarafli qolgan joyini ham qayirib olasizlar. Endi yana buni chapachasini ochib turib, mana shunday qilasizlar. Mana. Endi buni ikkinchi etapini boshlaymiz. Yo'q, ikkinchi listimiz olamiz. Manetlar qayib ketgan, endi hech nima qilmaydi, chunki bu shunaqa yasaladi. Buni ham o'rtasidan qayirib olasizlar. Mana shunday qilib turib, ikki tomonli. Mana. Keyin mana shunday qayirib turib, yana ochasizlar. Buni yana o'rtasidan qayirasizlar. Yana ochib, yana buni o'rtasidan qayirasizlar. Bitta 1 2 3 4 ta bo'lishi kerak. Mana bu yerda hisob qo'ying. 1 2 3 4. Mana shunday 4 ta bo'lishi kerak. Buni ochasizlar. 1 2 3 mana shu 3 ta joyda qayirasizlar mana shunday. Endi buni o'rtasidan qayirasizlar mana shu. Mana endi buni yana o'rtasidan bu tarafda ham xuddi shunday qilib olasizlar. Mana shunday qilib turib, endi xuddi mana shu yerda mana shunday qilib ochasizlar. Bu tarafda ham xuddi shunday qilasizlar. Mana yerda boya qayirgan joychalar ham bor-ku. Mana shu yerda. Mana hozir ko'rsataman. Mana ochib olasizlar-da. Mana shu yerda qayilgan joychalar ham bunday qayirasizlar. Mana shunday bo'lgan payt. Manimcha bu tomon bo'lishi kerak, bu tomon joyga kaltada. Yapalım. Mana tarafta. Mana shu tomonda rosa qiynalyapman. Shu tomonda birinchi qayirib olarmidi, keyin
Mana shunday bo'lishi kerak. Yana izlanmayapman hozir. Mana. Ishqilib mana shunday bo'ladi-da. Mana shunday ketadi. Mana. Ushqadi. Mana shunday turgan joyda keyin mana boya yasaganimizni olib qo'yamiz. Mana shu tomonni ochasizlar. Keyin nima qiladi ekan? Mana kirg'izasizlar mana. Keyin mana uni qayiramiz. Neytdan o'tish kerak. Keyin buni ham shunday qilib, buni ham kirg'izib qo'yamiz. Mana. Shunday chiqadi. Endi ikkinchi tomon. Mana. Buni ham xuddi o'shanday qilib qayirasizlar. Tushirasizlar. Keyin yana o'sha kirg'izamiz. Mana shunaqa bo'ladi. Endi klida sal mana shu yerdan klilab qo'yasizlar. Mana shunday qilib mana tayyor bo'ldi. Endi bunga laklinkalarimizni qo'yamiz. Mana. Xohlagan laklinkalarni bemalol olasizlar. Mana korobkasiga ushqatib qiynalib tortib olmaysizlar. Agar sizlarga bu videom yoqqan bo'lsa, like bo'lib, podpiska bosib qo'yishni unutmang. Hozircha xayr.